Ama niye de zor tortmuşlardı bilmiyorsan peri bilen yekkeçe geldik da ikimiz. Gülenski taraflarda bak, zor joylar bak. Ha gül boldu bildim. Sen vaktin işi taşa berim mi ya? Vaktim bak. İşim yok ku. Ha işim yoktu. Peri de saf getirip bir beraberimiz mi ya? Yo'q, men borib yesim bor. Barib yegan yaxshi. Ha borib yegan yaxshi. İşim yok dedin ya. Yo'q. Bir rivoyat aytib beraymi sana? İkki sevishgan bo'lamış. Bu sevishganning jo'rasi bular ham mishat beraveramish. Ah yetim. Aylanib yursam mishat beraveramish, ba'zi birovlarga o'xshab yeb o'tirgan vaqtimda ham mishat beraveramish. Ey una u jo'ravi. Siz jo'radandim xarakteri yaqinsiz. Bo'lmaydi ekan u. Keyin u sevishgan bola ya jo'rasini biza aylanib yuribmiz kadim bilan. Yivajijaqmiz deb bilmaymiz. Keyin bir danışmanning yonuna boramizdan shu bo'lgan vaziyatni aytib beramiz. Jo'ram shunday deb. Jo'rasini chaqirtirib olamizdan so'zlaymiz. Shuni ikkisi orasına girma, aralashma, ikkisi aylansin, yeb ichsin demiş. Kiyu bola tushunamiz o'zidan bilibdan ketamiz. Oxiri yaxshilik bilan tamom bo'pti, jo'ra. Ey siz nechik odamsiz? Farasat bormizda? Ikkimiz aylanacakmiz, to'rt yeyecekmiz. Shunchalik rivoyat aytib turibdi, shunchalik namoqbat turibdi. O'zingizdan bilib tushib ketaveringda siz. Yaxshi singlim. Ketdikmi jo'ra? Voy bilan.